Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash bo'limi 5-sonli poliklinikasiga 2026 yil 2-iyun kuni oilaviy shifokorlik bo'yicha vakant lavozim ochiq tanlovga chiqarilgan edi. Bugun 2 nafar nomzodimiz, demak, umumiy hisobda 8 nafar nomzod hisobi hujjat topshirgan. Ularning 2 nafari testga o'tkazilib, demak, testdan yaxshi natija olgan birinchi nomzodimiz Naimov Abror Shokiroğlu 57,5 ball bilan testdan o'tgan. Demak, suhbat bosqichiga chaqirib qolamiz. Marhamat. Naimov Abror. O'tirasiz. Marhamat. Demak, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, Samarqand tuman sog'liqni saqlash bo'limi 5-sonli poliklinikasiga oilaviy shifokorlik bo'yicha demak, nomzod Naimov Abror Shokiroğlu hujjat topshirgan va 57,5 ball bilan testdan muvaffaqiyatli o'tgan va suhbat bosqichiga qatnashyapti. Hurmatli nomzod, sizga qisqacha suhbat bosqichi to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Demak, vacancy.go.uz tizimida suhbat savollari bor. Sog'liqni saqlash vazirligi davolash tibbiy yordam tashkillashtirish bo'yicha savollarda tasodifiy savollarni tanlashingiz mumkin. Tanlaganingizdan keyin savollarni o'qib berasiz, keyin javob berasiz. Tushundingiz-a? Marhamat, o'zingiz bitta o'qib javob beramiz. Mana tanlaganingizdan keyin bir marta mana shu savollarni shunday o'qib berasizda, javob berishingiz kerak. Marhamat. Savollar. O'zbekiston Respublikasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga qachon a'zo bo'lgan? Sog'lom yurak formulasini yozib bering. Hozirgi paytda qaysi yuqumli kasalliklar bilan kasallanishni oldini olish maqsadida rejali emlash o'tkaziladi? Aholi salomatligini baholash uchun qaysi guruh ko'rsatkichlaridan foydalaniladi? Nogironlik tushunchasi nima? Bilganingizni O'zbekiston Respublikasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga 1992-yil a'zo bo'lgan. Birinchi savol. Sog'lom yurak formulasi nima degani? Sog'lom yurak formulasi o'sha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kardiolog uyushmasi tomonidan taklif qilingan o'sha sog'lom kardiologik kasalliklarni oldini olishga qaratilgan formula. Bu 0,35 formula. Bunda 0 nima? 0 chekish bo'lmaydi 0da. 3 bir kunda 3 kilometr yoki 30 daqiqa sport bilan shug'ullanasiz. 5 nafar to'g'ri ovqatlanamiz. Kam-kamdan 5 nafar o'sha kaliga, oksigenga, yoki boyga ovqatlanamiz. Sog'lom ovqatlanish 5 nafar. Brezkov, davleniyani ham Brezkov unutmaslik, normal surishda. Keyingi 5 sonni aspirinlar miqdor desibellardan keyingi 3 kichik zichlikdagi xolesterin, o'sha yomon sifatli xolesterinda u tomirlarga o'tirib qolib ateroskleroz saqlash mumkin. O'shani 3 nima bilan o'tmaslik kerak. Keyingi 0 diabetik bo'lmaslik kerak. Mana shu formulasi. Hozirgi paytda qaysi yuqumli kasalliklar bilan kasallanishni oldini olish maqsadida rejali emlash o'tkaziladi. Bunda o'sha ko'kyo'tal, qizamiq, qizilcha, paratit, suvchechak, kalendar tematik rejalar bor. shu kalendar reja bo'yicha-da. Kalendar tematik reja bo'yicha emlanadi. Mana shu yuqumli kasalliklar mana shularni oldini olish. Keyingi savol. Aholi salomatligini baholash uchun qaysi guruh ko'rsatkichlardan foydalaniladi? Shu demografik ko'rsatkichlarga qaraymiz. O'lim ko'rsatkichiga, tug'ilish ko'rsatkichiga, o'sha o'rtacha umr ko'rish ko'rsatkichiga qarab salomat aholi salomatligini baholanadi. Nogironlik tushunchasi nima? Nogironlik bironta bahs hodisadan keyin yoki operatsiyadan keyin insult yoki miyokard infarktidan keyin kelib chiqadi. Odam o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish qobiliyatini yo'qotadi. Nogironlik beriladi. Birinchi yo'l, ikkinchi yo'l. Tug'ma nogironlik. Tug'ma nogironlik ham. Xo'p, sizga 5 ta savolga javob berasiz. Qo'shimcha savol beraman.
Umuman ertaga oilaviy shifokor bo'lib ishlaysiz. Umuman Samarqand viloyati bo'yicha oilaviy shifokorga necha nafargacha aholi biriktirilishi mumkin? O'rtacha bitta oilaviy shifokor 205 ta aholi xizmat ko'rsatadi. O'qiganman. Qachon? Jamoat salomatligi. Amaliyot qayerda dedingiz? Amaliyotda man xirurgiya, больница xirurgiya. Endi qo'shimcha savollar yo'q. Demak, natijalar Zoom orqali demak komissiya a'zolari baholaydi. Baholagandan keyin bizga ko'ringandan keyin sizga bog'lanamiz. Va kerak bo'lsa meni chaqirib keling. Rahmat, hozir. Bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqda YouTube kanalida qo'yiladi. O'zim javoblarim bor. Boshqa nomzodga javob ko'ramiz. Demak, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, keyingi nomzodimizni chaqiramiz. Nabiyeva Parangiz Muhammad qizi. Demak, testda 72.5 ballni o'tganlar suhbat bosqichiga chaqiramiz. Marhamat. Hurmatli nomzod, marhamat, o'tiring. Demak, bevosita komissiya a'zolari Zoom platformasi orqali ko'rmoqdalar. Demak, sizga qisqacha suhbatni tartibi bilan tushuntirib beray. Suhbatda 5 ta savollar beriladi. Demak, sizlar foydalangan platforma, ya'ni vacancy.gov.uz tizimidan Sog'liqni saqlash vazirligi va tibbiyot tashkillashtirish bo'yicha savollarni tasodifiy savollarni tanlaganingizdan keyin o'zingiz tanlaysiz. Biz tanlaganimiz faqat ko'rsatyapmiz. Savollarni o'qib berasiz va bitta-bitta javob berasiz. Keyin qo'shimcha savollar beriladi. Marhamat. O'zingiz tanlaysiz. Tasodifiy savollarga bosasiz. Marhamat, avval o'qib bering. Uchinchisi. Yo'q, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi savolni bitta-bitta o'qib bersangiz bo'ladi. Birinchi savol shu hospitsga tushuncha bering. Ikkinchisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Respublika sog'liqni saqlash tizimi va aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish tamoyillarini takomillashtirish orqali sohani isloh qilishni izchil davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risida 2025 yil 19 may 88 sonli farmonning mazmun mohiyatini tushuntirib bering. Uchinchisi, qaysi tibbiy xizmat turlari bepul tibbiy xizmat turiga kiritilmaydi? 4. Yuqumli bo'lmagan kasalliklarning xavf ommillarini sanab bering. 5. Oilaviy poliklinika pediatrining asosiy vazifalari, kompetensiyasi, amaliy ko'nikmalarini sanab bering. Marhamat, bitta-bitta javob bersangiz bo'ladi. Tibbiy xizmat turlarini bepul tibbiy xizmat turlariga kiritilmaydigan turlar bo'ladigan bo'lsa, bu har xil estetik, kosmetologik muolajalar, keyin stomatologik yo'nalishlarning ayrim turlari, yana boyagi bemorlarda har xil, ya'ni rentgen, qon tahlili, laboratoriya tahlillari kabi xizmat turlari bepul tibbiy xizmat turiga kiritilmaydi. Yuqumli bo'lmagan kasalliklarning xavf omillari bo'lsa, bu yuqumli bo'lmagan kasalliklarning xavf omillariga alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish, chekish, keyin surunkali yoki infeksion kasalligi bor bo'lgan bemorlar, keyin yoshi katta insonlar, keyin jismoniy faoliyati cheklanganlar va nogironligi bo'lgan shaxslar xavf omillari. Keyin yana oilaviy poliklinika pediatrining asosiy vazifalari bo'ladigan bo'lsa, shu poliklinikaga murojaat qilib keladigan shu bemor bolalarning tana vazni, tana massa indeksini, ularning shikoyatlarini, kasalliklarni erta aniqlash, ularga erta diagnoz qo'yish va asoratlarni erta oldini olish kabi ishlarni bajaradi. Keyin shu bolalarni erta kalendar bo'yicha emlash, ya'ni immunizatsiya qilish ishlarga yo'naltirish vazifasini ham bajaradi pediatr. Keyin 88 sonli farmoniga binoan boyagi aholi sog'liq sifatini yaxshi ta'minlash, keyin aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishni, tez tibbiy xizmat ko'rsatishni yanada rivojlantirish, aholini birlamchi kasalliklarni erta birlamchi aniqlash, birlamchi profilaktika o'tkazish, aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish. Oxirgisi hospitsga tushuncha bering degan. Bu hospitsga tushuncha beringni unchalik tushunmadim. Xo'p, sizga qo'shimcha savol.
Demak, sizga tasodifiy savollarga javoblaringizni eshitdik. Buni oldingi nomzodga bergan savolimiz. Umuman oilaviy shifokor bo'lib ishlaysiz. Mana Samarqand viloyatida tajriba sanab ketyapti. Mana 88 sonli farmonni aytdingiz. Siz ertaga oilaviy shifokor bo'lyapsiz, bir stavka ishlaysiz. Sizga necha nafargacha aholi biriktirilishi kerak? Shu haqida xabaringiz bor? Umuman 88 sonli farmon o'qiganmisiz? Faqat shu haqida qisqacha aytsangiz bo'ladi. Meni o'ylashimcha bitta shu vrachga bir stavka bo'lishi uchun kamida 1500-2000 aholiga xizmat ko'rsatish kerak. 1500 yoki 3000-2000tagacha aholiga xizmat ko'rsatish kerak. Rahmat, hurmatli nomzod. Demak, bu bilan xayrlashamiz. Javoblar uchun rahmat. Javoblar sizni platformangizga ko'rin. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar va komissiya a'zolari, bizda 5-sonli poliklinikasiga o'tkazilgan ochiq tanlovning suhbati ochiqcha yakunlandi va bizda demak 11-sonli poliklinikaga oilaviy shifokorlik bo'yicha 28 may kuni tanlov e'lon qilingan edi va 6-iyun kuni tanlov tugatilgan. Test bosqichidan demak 8 nafar nomzoddan 2 nafari samarali o'tgan. Birinchi demak nomzodimiz Xolmatov Nurbek Anvar o'g'li 57.5 ball bilan testdan o'tgan. Marhamat, hurmatli nomzod, kelishingiz mumkin. Marhamat. Demak, hurmatli nomzod, o'tirishingiz mumkin. Sizga qisqacha tushuntirib beraman suhbat jarayoni haqida. Demak, bevosita Zoom platformasi orqali komissiya a'zolari kuzatib bormoqda va tasodifiy savollar tanlash orqali savollarga javob berish mumkin va qo'shimcha savollar beriladi. Marhamat. Demak, o'zingiz topshirgan vacancy.com.uz tizimi orqali tasodifiy savollarni tanlaysiz va o'qib berasiz, keyin javoblarni berasiz. Marhamat. Tug'ilish ko'rsatkichi nima? Qanday hisoblanadi? O'zbekistonda nechaga teng? Tug'ilish ko'rsatkichi bu o'sha 1 yil davomida tirik tug'ilgan o'sha chaqaloq bolachalarning umumiy aholi soniga nisbat aytiladi. O'zbekistonda demak bu ko'rsatkich o'sha 10% dan 20% atrofigacha bo'lib kelyapti endi har yili. Ikkinchi savol turmush tarzi bu. Demak, turmush tarzi bu. Demak, insonning o'sha umr davomida hayot shakli, ya'ni u o'sha qanday hayot kechirishi, dorilar bilan o'sha oziqlanishi, zararli odatlari, umumiy bo'lgan o'sha hayot faoliyatini tushunishimiz mumkin. Umumiy o'sha turmush tarzi deganda. Demak, aholining qaysi guruhi bepul davolanadi? Xo'p, aholining asosan bepul davolanadigan guruhlarga kiritishimiz mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar, o'sha shoshilinch nogironligi bo'lgan shaxslar, onalik va o'sha bolalik muhofazasiga muhtoj bo'lgan shaxslar, ya'ni o'sha homilador ayollarni kiritishimiz mumkin yoki o'sha tibbiy nuqson bilan tug'ilgan bolachalarni kiritishimiz mumkin. Keksa yoshdagi o'sha pensiya yoshidagi insonlar, o'sha nafaqa yoshidagi pensionerlar, urush faxriylari, misol uchun o'sha vatan uchun o'sha xizmat qilgan, o'sha xizmat qilgan faxriy insonlar nima qilishimiz mumkin. Keyin mehnatga o'sha layoqati bo'lmagan shaxslar, o'sha nogironligi bo'lgan yoki mehnati o'sha ish davomida qandaydir og'ir bir mehnat jarohat olgan insonlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu aholi qatlami bepul o'sha davolanish huquqiga ega bo'ladi. Demografik ko'rsatkichlarga qanday ko'rsatkichlar kiradi? Demak, demografik ko'rsatkichlarga kirishimiz mumkin. Tug'ilish ko'rsatkichlari kiradi birinchi navbatda. Ikkinchisi o'lim ko'rsatkichlari kiradi. Demak, ijtimoiy ko'rsatkichlar o'sha tibbiy xizmat va o'sha tibbiy xizmatdan foydalangan o'sha qatlam nimalarni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Keyin mehnat layoqati bilan aholi qatlami ko'rsatkichlari kiradi. Asosan shular ijtimoiy sotsial o'sha muhofazaga ijtimoiy sotsial bo'lgan insonlar qatlamini kirishimiz mumkin bo'ladi ko'rsatkichlarga. Nogironlik tushunchasi nima? Nogironlik tushunchasi vaqtincha yoki umuman o'sha mehnat qobiliyatini yo'qotgan shaxslarga nisbatan aytsak bo'ladi. Demak, ular o'sha vaqtincha yoki umuman o'sha mehnat qilolmaydilar va ularni shunday nogironlik guruhiga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Asosan shu
bilan vakillari. Hurmatli nomzod, demak, rahmat sizga. Sizga ham qo'shimcha savol beramiz. Demak, umuman oilaviy shifokor tomonidan hozir mana tepada aholining qaysi guruhi bepul davolanadi degan. Demak, oilaviy shifokor bo'lib ishlaganingizdan keyin, demak, aholini qaysi turiga siz maslahat diagnostika bo'limiga, ya'ni sizdagi yuqori turuvchi bo'limiga, tor mutaxassislarga yo'llanma bera olasiz deb tushunasiz. Qisqacha. Qisqacha homiladorliklarga. Dispanser nazoratida turuvchilar. Boshqa odamlar kelsa bera olmaysiz. Boshqa odamlar ham men asosiysi qatlamgansizki, o'sha menga biriktirilgan aholi qatlamga. O'sha qancha aholi soni biriktirilgan va o'sha umumiy laboratoriya tekshiruvlardan o'tgandan so'ng kimga o'sha yuborish lozim bo'lsa, shu mutaxassislarga yuboraman. Mayli, rahmat javobingiz uchun. Demak, sizni platformangizga chiqariladi javoblar. Har bitta bergan savolga javobingiz bo'yicha baholanadi komissiya a'zolari tomonidan. Sizga rahmat. Keyingi nomzodimizni chaqiramiz. Rahmat sizga. Demak, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, keyingi nomzodimiz Nabiyeva Farangiz Xolmuhammad qizi 72 ball bilan test bosqichida o'tgan, 3 ta hujjat topshirganlar. Ketdilar. Rahmat. Hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, komissiya a'zolari, demak, Nabiyeva Farangiz Xolmuhammad qizi, demak, ketib qolgan ekanlar. Boshqa nomzodlarimiz yo'q. Agar shikoyat, taklif, qarshilik bo'lsa, bizga talon suhbat bosqichini yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.